Assalomu alaykum Yuzuz kuzatuvchilari. Yangi O'zbekiston minbarida ko'rsatuvining bugungi mehmoni Buxoro davlat universiteti rektori Obidjon Hamidov Hafizovich bo'ladi. Siz rahbarlik qilayotgan universitet qariyb bir asrdan beri faoliyat yurityapti. Shu uyg'onish davrini katta bir ulamolar yetishib chiqqan Buxoroda bugun Yangi O'zbekistonda 3-uyg'onish davriga asos soladigan yoshlarda bir qismi ta'lim olyapti, tarbiya olyapti. Bu o'ziga xos mas'uliyat ham va bir sharafli jihatlari bor. Ya'ni azaldan o'sha asrlar o'sha ilm markazi bo'lib kelayotgan Buxoroning bugungi yoshlari, umuman bugungi oliy ta'lim Yangi O'zbekiston nafasi bilan kechayotgan o'sha jarayonlar haqida. Albatta biz qachonki Buxoro deganimizda birinchi navbatda bu ilm ma'rifat maskani ko'z oldimizga keladi. Buni muhtaram prezidentimizning bir necha bor tashriflarida, xususan mana shu ijtimoiy-iqtisodiy hududlarni rivojlantirishga bo'lgan yo'nalishlarda faqat va faqat Buxoro ilm ma'rifat maskani, bu yerdan aziz avliyolar yetishib chiqqanligi, mana birinchi navbatda mana shu birinchi Renessansga hissa qo'shganlar, ikkinchi Renessans albatta mana shu bizning zaminlarimizda yaratilganligi bu biza uchun juda bir katta bir sharaf hamda o'z navbatida mana bugun biz 3-Renessans poydevorini yaratishda turibmiz. Biz uchun katta bir mas'uliyat deb bilamiz. Avvalambor mana siz suhbatingizni boshida aytib o'tdingiz, bir asrni qarshilayapsiz. Albatta Buxoro davlat universiteti mana shu yuqorida aytilgan 10-asrlarda ilm ma'rifat maskanlari sifatida tan olingan Abu Hafs Kabr madrasalarining davomchisi sifatida oladigan bo'lsak, bu ta'lim dargohlari mana shu 10-asrlarga borib ildizi taqalishi, 9-10-asrlarga borib taqalishi bu tarixan o'zini bir isbotini topgan. Bugungi kunda esa biz olimlar oldida mana shu Movaroun Nahrda, mana turli davrlarda Markaziy Osiyoning ilm fanini tarixi yaratilmoqda. Oxirgi 8 yilda ta'lim sohasida misli ko'rinmagan darajada o'zgarishlar bo'ldi. Chunki har bir millatning, har bir xalqning istiqboli, xalqning yaxshi yashashi avvalambor birinchi navbatda uning o'sha ilmlik, bilimli ekanligi bilan bog'liq ekanligini muhtaram prezidentimiz birinchi kunlardan boshlab buni payqab, albatta shu ehtirom sifatida Fanlar akademiyasining akademiklari bilan uchrashdilar hamda O'zbekistonni o'ziga xos o'sha ta'lim sohasida olib borilayotgan yangi O'zbekistonning bir yangi bir sarxatlari, yangi bir shu varaqlari ochildi. Bu ham bo'lsa mana bugungi kunda ta'lim sohasida xususan 2030-yilgacha oliy ta'lim tizimini rivojlantirish konsepsiyasida o'z aksini ko'rsatib o'tdi. Albatta bu konsepsiya bevosita bugungi kunda mamlakatimizda o'sha oliy ta'limga bo'lgan qamrovni 50% ga yetkazish, maktabgacha ta'lim, maktab ta'limlarini tubdan isloh qilish kabi bir qator yo'nalishlarni o'zida qamrab olgan. Albatta bu borada ham Buxoro davlat universiteti biz jamoamiz bilan mana shu mamlakatimizda mavjud bo'lgan 200 dan ortiq oliy ta'lim muassasasi bo'lsa, bular shu davlat, nodavlat hamda xorijiy oliy ta'lim muassasalarini o'sha filiallari bo'lsa agar, ularning orasida 40 dan ortig'i akademik hamda moliyaviy mustaqillik berilgan oliy ta'lim muassasalari hisoblanadi. Bu esa bevosita mana shu Buxoro davlat universitetining ham akademik hamda moliyaviy mustaqil ekanligi mana shu oxirgi yillarda bizda ko'p imkoniyatlar yaratib berildi. Bu xususan birgina ko'rishimiz mumkinki, universitetimizdagi ilmiy salohiyat. Agarda biz o'sha 2016-yilni universitetimizga bir razm soladigan bo'lsak, u paytda 28-29% ilmiy salohiyat, auditoriyalarimizda olganda ta'lim qamrovi kamligi, 6000-7000 ga yaqin talabalar tahsil olishini olsak, ana bugungi kunda mana shu qisqa vaqt ichida misli ko'rinmagan darajada o'zgarishlar, yutuqlar bo'ldi. Albatta bular barchasi mana shu hurmatli prezidentimiz tomonidan olib borilayotgan oqilona siyosati natijasi desa hech bir adashmaymiz. Mana bugun biz baralla aytishimiz mumkinki, mana shu Buxoroga, xususan ilm ma'rifat maskaniga yana bir bor ilm ma'rifat qaytib keldi. Uni o'sha 3-Renessans poydevorlari yaratilishiga bir katta bir zamin yaratildi. Bu yerda biz aytib o'tishimiz mumkinki, universitetimizda bugungi kunda ilm fan yo'nalishlarida ilmiy salohiyatimiz 66% ga yetganligi, talabalar soni esa bugungi kunda 19 mingdan oshiq
talabalar tahsil olyapti. Bu bir necha karraga, 3 karraga yana ortganligini ko'rishimiz mumkin. Yana bir narsani aytib o'tamiz. Mana shu davrda 2021-yilda Buxoro davlat universiteti negizida Buxoro davlat pedagogika instituti yana alohida pedagogik ta'lim to'g'risidagi o'sha qarorlarda belgilab alohida bir e'tibor bilan u ham ajralib chiqdi. Mana bugungi kunda ushbu dargohda ham 14 ming, 15 mingga yaqin talabalar tahsil olyapti. Ta'lim, fan, ishlab chiqarish integratsiyasi yo'lga qo'yilib, ish beruvchilar bugungi kunda oliy ta'lim tizimidagi kadrlarga o'zlarining talablarini, haqiqiy talabini bugungi kunda qo'yyapti hamda o'sha talabalarimizni talabalik davridan boshlab ularni mana shu ishlab chiqarish korxonalariga jalb qilinyapti. Buni biz birgina dual ta'lim tashkil qilinganligi, mana Buxoroni o'zi bir turistik maskan ekanligidan turizm sohasida buni ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Hududni ijtimoiy iqtisodiy rivojlantirish aqliy markazlariga aylanib bo'ldi. Chunki bugungi kunda mahalliy hokimiyat albatta mana shu mahalla tizimi bo'ladi, ijtimoiy yo'nalishlarda bo'lsin, iqtisodiy yo'nalishlarda bo'lsin, baribir ham har bir joyda Buxoro davlat universitetining o'sha o'rni, Buxoro davlat universiteti olimlarining ishlanmalari hamda bugungi kundagi ularning o'sha iqtisodchilarning ma'lum bir darajada xulosalari eshitilyapti. Viloyatimizning mana shunday ijtimoiy iqtisodiy rivojlanishiga olimlarimiz to'g'ridan to'g'ri o'sha o'zini hissasini qo'shyapti deb o'ylaymiz. Talabalarning kelgusi o'sha faoliyati uchun yaratilayotgan imkoniyatlar haqida ham bir aniqroq bir raqamlar bilan to'xtalib o'tsangizda, demoqchi bo'lganim o'sha fan dasturlari yoki hozir aytdingiz o'sha ish beruvchilar bilan hamkorliklar to'g'risida misollar bilan tushuntirib bersangiz. Albatta, mana viloyatning ijtimoiy iqtisodiy rivojlanishiga qaratilgan bir qator biz mana shu dasturlarni amalga oshirganmiz. Shu bilan birgalikda bugungi kunda har bir oliy ta'lim muassasasi 2030-yilgacha oliy ta'lim tizimini rivojlantirish konsepsiyasida ko'rsatib o'tilgan bir qator vazifalar bor. Ular o'sha dunyoning rivojlangan 300 ta oliy ta'lim muassasasi dasturlarini tatbiq qilish. Biz bu borada albatta oxirgi yillarda juda salmoqli ishlarni amalga oshirdik deb o'ylaymiz. Chunki birgina mamlakatimizda Buxoroning tarixiy madaniy merosini, bugungi kundagi merosini o'sha kreativ iqtisodiyot deymiz, yaratuvchanlik iqtisodiyot borasida turistlar, sayyohlar sonini ko'paytirib, iqtisodni rivojlantirishga juda ko'p imkoniyatlar yaratilyapti. Biz buni mana shu davlat oliy ta'lim muassasalari o'rtasida yagona mana Buxoro davlat universitetida franshiza asosida Fransiyaning eng ilg'or, Yevropaning eng ilg'or oliy turizm maktablaridan biri bo'lgan Vatel turizm hamda mehmonxona biznesi oliy maktabini biz franshizasi asosida mehmonxona xo'jaligi bo'yicha bakalavr hamda magistratura yo'lga qo'yganmiz. Bugungi kunda ushbu kadrlarimiz viloyatimiz, nafaqat viloyatimiz, balki respublika hamda xorijiy davlatlarda turizm sohasi bo'yicha yetakchi sohalarda, kompaniyalarda, korporatsiyalarda, yirik o'sha mehmonxonalarda ular faoliyat olib boryapti, boshqaruvchilikni amalga oshiryapti. Yana bir tomoni o'sha ko'proq biz axborot texnologiyalari, mana 1 million dasturchi, 1 million sun'iy intellektchi degan yo'nalishdagi loyihalarda ham universitetimizda keng imkoniyatlar yaratib berilgan. Biz bunga alohida e'tibor qaratamiz. Shu IT park rezidentlarini talabalar orasida, xususan mana robototexnika yo'nalishimizda bugungi kunda bizni o'sha talabalarimiz mana shu yangilangan dasturlar asosida maktab o'quvchilari uchun robototexnika sinf xonalarini jihozlash bo'yicha o'zlari bir qator o'sha inventarlarni, bir qator o'sha robototexnika dars mashg'ulotlarini olib borish uchun yaratadigan o'sha ko'nikmalarni hamda o'sha asbob uskunalarni o'zlari yasayapti. Shu bilan birgalikda ular bugungi kunda hatto mana shu dron yaratib, demak dron orqali ham qishloq xo'jaligini raqamlashtirishda, ishlab chiqarishda amalga oshiriladigan dronlarning prototiplarini yaratgan. Endi shaxsiy nimangizga yaqinroq bir savol bermoqchi edim. Suhbatda boshidan oxirgi 8 yildagi juda katta o'zgarishlar sanayapsiz-da. Hozir siz aytayotgan paytingizda ko'z oldimdan o'tyapti oldingi jarayon, hozir qaysi sohani olib ko'rsangiz ham juda katta farqlar bor. Mana shunday jarayonda katta bir marra qo'yilgan paytda rektor bo'lish qanday? Avvalambor rektor bo'lish bu juda katta sharaf.
Biz bilamiz, muhtaram prezidentimiz har bir rektorlarni albatta mana shu hududlarga tashrif buyurgan paytlarida ko'p masalalar bizga bog'liqligini yot aytib o'tadilar. Biz buni juda katta mas'uliyat bilan ko'ramiz hamda sharaf ekanligini his etamiz. Bizni mana shu oxirgi yillarda O'zbekistonning xalqaro jamiyatga integratsiyasi shiddat darajada rivojlanib bordi. Olib borayotgan islohotlarimizning negizida ilm, fan, ma'rifat yotibdi. Biz xursand bo'lganimiz mana shu uchrashuvlarni davlat tashriflaridan oldin albatta rektorlar alohida forumlari bo'ladi. Bu oldin bo'lmagan, mana bugungi kundagi har bir oliy ta'lim muassasasining rektori albatta bu islohotlarni eng o'sha boshida turuvchi inson ekanligini biz his qilyapmiz. Albatta bu borada juda katta imkoniyat hamda rektorlarga sharoitlar yaratib berilgan. Buxoroy sharifda hamda eng ilm ma'rifat maskani bo'lmish universitetda rektor bo'lish bu men uchun juda katta sharaf hamda juda katta mas'uliyat. Butun dunyodan kelib Abu Ali ibn Sinoning kutubxonasida o'qish uchun odamlar yillab kutgan. Mana shu yerdagi qo'lyozmalarni, kitoblarni o'qish uchun orzu qilishgan. Mana bugungi kunda yoshlarimiz ko'pincha o'sha g'arbni yo bo'lmasa shu okean ortida davlatlarni orzu qilsa, o'sha paytda Buxoroga kelib ilm istash uchun o'sha paytdagi yoshlar, demak, u paytda texnika, texnologiyalar uncha rivojlanmagan bo'lgan, juda ko'p o'sha karvonlarda yayov kelib bo'lsa ham orzu qilishgan. Chunki bu yurtlar o'sha Beruniylar, Farg'oniylar, Marg'iloniylar, At-Termiziylar, Buxoriylar yurti bu hech bir joyda bunchalik olimlar, ulamolar bo'lmagan. Shuning uchun o'ylaymanki, bular esa bugungi kunda yosh avlodimizni tarbiyalashda, vatanparvar ruhida ularga kuch-qudrat berishga ular xizmat qilish kerak. Mana shunday ta'lim muassasasining rahbarligi bugun bizni mana shu yelkamizga tushgan ekan, buni albatta sadoqat bilan xizmat qilib yosh avlodimizga yetkazishni biz o'zimizga bir sharafli bir burch deb qabul qildik. Ota-onasidan uzoqda yurgan, endi o'sha katta hayotga endi qadam qo'ygan 19 mingta talaba mana sizni dargohingizda. Bu juda katta raqam va ularda har bittasini bilish, o'rganish ham o'ziga yarasha mehnati, mashaqqati bo'ladi-da. Shu nuqtai nazardan qaraganda, umuman ijtimoiy davlat tamoyilida, bu Buxoro davlat universiteti qanchalik o'zingizda deylik bir soddaroq qilib aytganda talabalarga yaqinroqman deb o'ylaysiz? Bunda albatta mana bugungi kunda 19 mingdan oshiq talabalarimiz bo'ladigan bo'lsa, ijtimoiy himoya ularga 3 mingga yaqin bizni talabalar turar joylari, sharoitlar yaratilgan. Men o'ylaymanki, bu sharoitlar bugungi kunda biz o'qigan paytimizda bunaqa sharoit bo'lmagan. Hozirgi kunda mana yotoqxonalarimizga yaratilayotgan sharoitlar hech bir xorijiy mamlakatning yotoqxonalaridan kam emas. Bir paytning o'zida ularga o'sha imkoniyatlar berilishi, yotoqxona to'lovlarini biz faqatgina mana shu ijtimoiy kommunal to'lovlar uchun ham u ham yetar yetmas belgilaganimiz bu ijtimoiy davlat tamoyiliga mos ravishda albatta. Undan tashqari ularni sport bilan, san'at bilan bo'sh vaqtlardan unumli foydalanish uchun juda katta infrastruktura yaratilgan bizda. Birgina mana Buxoro davlat universiteti qaramog'iga berildi. Bu o'sha futsal universal sport saroyining. Universal sport saroyi mamlakatimizda ilk bor o'tkazilgan futsal bo'yicha jahon chempionati uchun qurilgan katta bir majmua. Bugungi kunda bizni buxorolik yoshlarga, Buxoro davlat universiteti talabalariga, xususan bizni o'sha ijtimoiy madaniyat va sport yo'nalishimizdagi talabalarimiz uchun bir maskan, eng sevimli maskanlar. Yoshlarga yaqinlik, men albatta yoshlar bilan doimiy uchrashaman. Quvnoqlar va zukkolar bo'ladimi, zakovat bo'ladimi, qaysidir turnirlarimiz bo'lsa, biz mana shu oliy ta'lim muassasalari orasida eng ko'p yoshlarni qo'llab-quvvatlaydigan hamda yoshlarga eng ko'p mablag' ajratadigan, demak, oliy ta'lim muassasasi hisoblanamiz. Chunki yaqinda reytingi e'lon qilindi. Shu talaba sport klubimiz tashkil qilingan. Ushbu talaba sport klubimizda bugungi kunda juda ko'p tadbirlarimiz mana shu talaba sport klubi orqali tashkil qilinib, rag'bat masalalari yo'lga qo'yilyapti. Mana o'sha talabalar turar joylarida sportchilarimiz uchun, shu imkoniyati cheklangan yoshlarimiz uchun
biz ularni to'lovsiz qabul qilamiz. Shu bilan birgalikda yoshlarimiz o'rtasida doimiy muloqotlar, rektor va yoshlar uchrashuvi. Bunga alohida biz e'tibor qaratamiz shu xotin-qizlarimizga. Chunki muhtaram prezidentimizni bir aytgan gaplari bor. Agarda biz oilada qiz bolani, ayol kishini o'qitsak, butun oila ilmlik bo'ladi. Bu tamoyil albatta o'z natijasini beryapti hamda shu ilmiy salohiyatda ham ko'ryapmizki, ixtisoslashgan kengashlarimiz davlatimiz tomonidan hududda, xususan Buxoroda yaratib bergan sharoitlardan ayol tadqiqotchilarimiz, ayol olimalarimiz soni ko'payyapti. Turli xildagi ijtimoiy tarmoqlar hamda alohida biz mana shu komplians, korrupsiyaga qarshi kurashish, ochiqlik, jinoyatchilikni oldini olish borasida biz alohida talabalar bilan guruhlarimiz bor. Demak, talabaga o'sha yondashuvi bugungi kunda o'z natijasini beryapti. Albatta, yoshlarimizni qiynab kelgan ba'zi bir muammolar rektorgacha yetib kelmasligi mumkin. Lekin barcha mexanizmlar qilinganki, biz ulardan olish, so'rovnomalarni amalga oshirish kabi yo'llar bilan biz har bir yoshlarimizga e'tibor qaratishga harakat qilamiz. Albatta, bular bilan qancha ko'p muloqot qilsa, men juda ko'p ulardan ham kuch olaman, hamda o'zimni oldiga turgan vazifalarni ular bilan birga belgilab olaman. Mana shuncha sharoit, shuncha imkoniyat, o'qiyotgan, yutuqqa erishayotgan yoshlar bor. Yutuqlar o'zimizniki. Lekin siz ham bir payt talaba bo'lgansiz-ku. Shunaqa ko'rib, yurib, ba'zilarga o'sha duch kelganda, mana shunday bo'lsa edi degan joylaringiz bo'lganmi? Talabalarimizni orasida mana shunday til o'rganishga, dunyoning ilmini olishga qiziqishi sust bo'lganlar ham bor. Ba'zan o'sha qaysi kitobni oxirgi marta o'qiding deganda boshini yerga qarab turadigan. Yo bo'lmasa agar mana raqamlashtirish masalalari juda jadal suratda, innovatsiyalar deymiz, juda ko'p rivojlanib boryapti. Mana biz aytyapmiz, qishloq xo'jaligida, sanoatda yirik korporatsiya, kompaniyalar kirib kelyapti. Bularga mos ravishda imkoniyatlardan yetarli foydalanmayotgan yoshlarni ko'rganda, bunga ham biz o'zimizni qandaydir ma'noda sababchi deb bilamiz. Chunki ularni jalb qilish, ularni mana shu bilan shug'ullanish borasida ham yangi mexanizmlarni qilishimiz ekanligini men shaxsan o'zimga ham belgilab olaman. Biz bularga attang, men buni qilmabdi deb undan bir bahona topish emas, balki o'zimiz bir yaratuvchanlik bilan, bir tashabbus bilan ularni ham qamrab olish mexanizmini ko'ryapmiz. Bu borada albatta biz o'sha yuridik klinikamiz bor, bizni psixologik klinikalar bor. Universitetda eng kuchli tomonimiz biz mana shu psixologiya fanlari bo'yicha, psixologiya yo'nalishimizda ham juda ko'p olimlarimiz bor. Yoshlarimizga alohida e'tibor qaratadi. Yoshlarni o'sha ijtimoiy kelib chiqishi, ijtimoiy jarayonlarga tezroq kirishimligi, ularni liderlik qobiliyati, mana o'sha qizlarimizning Zulfiya davlat mukofotini tayyorlovchilar, nomdor stipendiyantlar, prezident stipendiyalari kabi bizni alohida klublarimiz bor, to'garakimiz bor. Chunki biz har yili 14-16 ga yaqin stipendiyantlarni tayyorlaymiz. Albatta ular 4 yil ichida 60 ga yaqini bir paytda o'zida, masalan, o'sha magistraturani olganimiz bilan birgalikda 50-60 ga yaqin o'sha ta'lim olib, mana shu islohotlarning ichida bo'lgan stipendiyantlarimiz bor. Ularning klublarini ham tashkil qilganmiz. Men o'ylayman, ko'proq afsus qilishda emas, balki yangi bir mexanizmini ko'rib, yaratib biz unga qilib berishimiz kerak. Chunki bugungi kunda mana shu olimlardan, ziyolilardan boshqa xalqimizni, yoshlarimizga ta'lim tarbiya beradigan yo'q. Chunki eng asosiysi ziyolilar. Agar biz ularga mexanizm ko'rsatib bersak agar, albatta ulardan juda yaxshi kadrlar yetishtirishimiz mumkin. Ba'zan o'ylaymiz, qobiliyati yo'q, o'zlashtirishi past deymiz, lekin ushbu talabalarimiz bilan biz ishlaganimizda ulardan juda yaxshi o'sha teatr studiyalari yo bo'lmasa mana Qundoqlar va Zukolardagi o'sha qundoq yoshlarimizni yo bo'lmasa sportga imkoniyat yaratganimizda kuchli sportchilarimiz yetishib chiqyapti-da buning orasidan. Bu faqatgina o'ylaymanki, mana shu imkoniyatlarni hamda bulardagi qobiliyatni o'z paytida payqab olish hamda ular bilan alohida ishlash mexanizmi. Endi buni aytishimiz mumkin, bunga ham
muhtaram prezidentimiz mana oxirgi ta'lim murabbiylar bilan uchrashgan paytlarida ham bir qator mexanizmlarni ko'rsatib berdilar. 7-sinfdan boshlab maktab o'quvchilarini biz tanlab olishimiz kerak. Ular kasbga qarab ketadimi yo ular ilmga, fanga qiziqadimi? Men o'ylaymanki, bu xalq, bu millat haqiqatdan ham mana shu 3-renessansni katta rejalarni olgan bo'lsa, albatta buni amalga oshirish uchun yetarli darajada imkoniyatlar, salohiyatlar mavjud. Shu uchun ham ba'zan bajarilmagan, qilinmagan ishlarni ham biz o'zimizga tegishli xulosa chiqarishimiz kerak. Ularni monitoring qilish, ularni o'rganish faqat gapda emas, men o'ylayman shu raqamlashtirishda yoshlarimizni o'sha ta'limi, ilmi, ularni o'sha fiziologik, tibbiyot nuqtai nazaridan rivojlanishi, ularga alohida e'tibor qaratishni yangi raqamlashtirgan platformalari bugungi kunda bor. O'sha psixologik testlar, uni qobiliyatini aniqlaydigan mexanizmlar bor. Mana sun'iy intellekt kirib kelyapti. Biz agar bularni ko'proq yoshlarda tatbiq qilsak, uni o'sha imkoniyatini ro'yobga chiqargan bo'lamiz. O'shandagina bulardan ko'proq yaratuvchanlikni olgan bo'lamiz. Biz aytingchi, Buxoro davlat universitetida mamlakatimiz ichidagi o'sha oliy ta'lim muassasalari bilan aloqalar masalasi qanday? Va aynan xalqaro darajadagi hamkorliklar, ularning natijalari haqida aytib bersangiz. Albatta, biz juda yaxshi bilamizki, barcha fikrlar hamda xulosalar bular kollegial, demak, shu jamoaviy bir muhokamalar natijasida olimlar o'rtasida yaxshi bir fikrlar tug'iladi. Bu borada Buxoroda 4 ta davlat oliy ta'lim muassasasi, 6 ta nodavlat oliy ta'lim muassasasi bo'ladigan bo'lsa, mamlakatimizdagi barcha o'sha oliy ta'lim muassasalari bilan bizni tizim orqali aloqalarimiz juda yaxshi o'rnatilgan. Biz albatta akademik mobillik bor. Bizning talabalarimiz mana shu o'zlarining ta'lim yo'nalishi bo'yicha Toshkent davlat yuridik universitetida, Jahon tillari universitetida, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Samarqand davlat universiteti, Termiz davlat universiteti, Urganch davlat universitetlarida almashinuvlar amalga oshirilib kelinyapti. Bizni talabalarimiz o'rtasida turli xildagi olimlar o'rtasidagi muloqotlar, hamkorlikda ilmiy maqolalar, hamkorlikda qo'shma dasturlarni, loyihalarni amalga oshirish, o'quv dasturlarini albatta birgalikda yaratish kabi masalalar amalga oshirilyapti. Chunki integratsiyasiz, o'zaro fikr almashishsiz rivojlanishni o'zi bo'lmaydi. Albatta shu bilan birgalikda bugungi kunda O'zbekistonning oliy ta'lim muassasalari xalqaro darajada ta'minlayapti, integratsiyalar amalga oshirilyapti. Bu borada ham universitetimizning Erasmus Plus loyihalari doirasida bir qator professor o'qituvchilarimiz yangi magistratura dasturlarini bioiqtisodiyot bo'yicha, undan tashqari o'sha ekologik muammolarni hal qilish, turizm ta'limi bo'yicha bir qator yo'nalishlarda o'sha Yevropa ittifoqi grantlari asosida ilmiy tadqiqotlar olib borilyapti. Yaponiyaning JICA tashkilotining o'sha JICE Yaponiya xalqaro hamkorlik ofisi Buxoro davlat universitetida joylashgan. Koreyaning Koyka shu jamg'armasi orqali bugungi kunda 2 nafar volontyorlarimiz, demak, Koreyani madaniyati, Koreyaning ta'limi, koreys tili bo'yicha o'zlarini bilimlarini yoshlarimizga yetkazyapti. Indoneziya markazi, Hindiston markazlari kabi bir qator xorijiy hamkorliklar yo'lga qo'yilgan hamda bugungi kunda biz Xitoydan xorijiy talabalarimiz mavjud. Ilmiy tadqiqot amalga oshiryapti ular. Xitoy markazi biz mana yaqinda tashkil qildik. Shuning bilan birgalikda Qozon federal universiteti bilan, yuqorida aytib o'tdik, Fransiyaning Vatel turizm hamda mehmonxona xo'jaligi, Bolgariyaning Sofiya universiteti bilan olib borilayotgan o'sha qo'shma ta'lim dasturlarimiz, Amerika Qo'shma Shtatlarining Webster dasturi, TESOL, o'sha magistratura til yo'nalishidagi dasturlari bugungi kunda Buxoro davlat universitetida amalga oshirilyapti. Hamda bularning barchasi universitetning jozibadorligini oshiradi. Xorijdan keladigan o'sha talabalar, professor o'qituvchilarni albatta universitetga bo'lgan qiziqishini ortadi. Bu borada biz 16 ta
o'quv dasturlarimizni bugungi kunda Germaniyaning Akquin akkreditatsiya tashkilotidan muvaffaqiyatli akkreditatsiyadan o'tkazdik. Endigi kunda ushbu dasturlarimiz zamonaviy bugungi kundagi o'sha talabga yanayam demak to'g'ri keladigan kadrlarni yetkazib, ushbu kadrlar kelgusida xorijda ham bemalol ishlash imkoniyatiga ega bo'ladi. Bundan tashqari bizda turizm dasturimiz Butunjahon turizm tashkilotining TEDQUAL akkreditatsiya sertifikatidan o'tgan. Bu o'sha Markaziy Osiyoda ikkinchi, O'zbekistonda yagona oliy ta'lim muassasasi dasturi hisoblanadi. Shuning bilan birgalikda biz xalqaro QS reytingida mana bugungi kunda 658-o'rinlarda bo'lsak, Times Higher Education'ning Impact Rankingda o'sha barqaror rivojlanish maqsadlariga yo'naltirilgan indikatorlarga mos bo'lgan yo'nalishda bevosita biz 800-o'rinda ekanligimiz. Yashil universitetlar, barqaror universitetlar yo'nalishida esa Buxoro davlat universiteti UI Green Matrix'da biz O'zbekistonni o'sha vakili sifatida ishtirok etib, boshqa oliy ta'lim muassasalarida ham o'sha Green Matrix reytingini tatbiq qilish bo'yicha bir qator seminarlarni, bir qator o'sha aloqalarni amalga oshirish bo'yicha mas'ul hisoblanamiz. Bularning barchasi albatta bu bir kunlik mehnat emas. O'ylaymanki, kelgusida mana biz o'sha orzu qiladigan Buxoroga kelib yana ta'lim, ilmni oladigan yoshlar Markaziy Osiyoda biz shu dasturlarimizni kelgusida ingliz tilida, xorijiy tilda beriladigan dasturlar sonini ko'paytirsak, demak xorijdan ham kelib bu yerda tahsil oladigan yoshlarimiz bo'lsa, bu biz maqsadimizga erishgan hisoblanamiz. Universitetda ilmiy salohiyat ancha oshganligi haqida aytdingiz yuqorida. Ustozlarimiz, ziyolilarimiz o'zini ustida ishlab yaratilgan imkoniyatdan yaxshi foydalanib ilmiy salohiyatini oshirishi bu yaxshi biz uchun. Lekin dunyo ko'rish degan narsa bu endi boshqa. Demoqchi bo'lganim o'sha xorijiydan keladigan o'qituvchilar, ular bilan ishlashimiz qanday yo'lga qo'yilgan bu yerda? Ya'ni ularning tajribasini o'rganish bu ham katta bir maktab, o'ziga xos tajriba bo'ladi deb o'ylayman-da. Albatta, bu borada El-yurt umidi jamg'armasi orqali bugungi kunda Buxoro davlat universitetidagi 10 dan ortiq yoshlarimiz mana shu dunyoning rivojlangan mamlakatlarida tahsil olyapti. 5 nafar bizda professor o'qituvchilarimiz Italiyada, Ispaniyada, Germaniyada o'zlarining ilmiy tadqiqotlari PhD darajalarini olib qaytishgan. O'z navbatida biz har yili 80 ga yaqin xorijiy ekspertlar, xorijiy o'sha mutaxassislar kelib Buxoro davlat universitetida dars beryapti. Demak, ular o'sha matematika, biologiya, ximiya, iqtisodiyot, hatto mana sport yo'nalishlarimizda ham, o'sha san'at yo'nalishlarimizda ham kelib bu yerda tahsil beryapti. Biz har bir kafedrada 2 nafardan xorijlik mutaxassislarni olib kelish bo'yicha o'zimizni dasturimiz bor. Har bir oliy ta'lim muassasasining o'zini strategiyasi hamda missiyasi bor. Biz asosan qaratilayotgan e'tiborlar demak o'sha universitetimizni kelgusida ilmiy tadqiqot universitetiga aylantirirish hamda bu yerda ilmiy tadqiqotlar xorij bilan birga bo'ladigan bir qator ilmiy izlanishlarni hudud uchun, mamlakat uchun yechimini topib beradigan bir aqliy markazga aylantirmoqchimiz. Endi bu borada ham bevosita o'sha xorij tajribasi yo bo'lmasa xorijdan jalb qilingan mutaxassislar juda muhim hisoblanadi. Biz 2026-yildan boshlab ham ularni sonini ko'paytirishga harakat qilamiz. Prezidentimiz yaxshi gap bor, o'sha Yangi O'zbekiston maktab ostonasidan boshlanadi degan. Ya'ni biz shu maktabgacha ta'limdan to universitetgacha bo'lgan bir o'ziga xos bog'liqlik yaratilyapti-da. Baribir juda katta mas'uliyat o'sha ziyolilarda zimmasiga tushadi. Bugungi kunda bunga o'sha global dunyodagi o'zbek ziyolisi qanday bo'lishi kerak deb o'ylaysiz? Hamma maktabda o'qiydi. Maktab ta'limi majburiy. Oliy ta'limga hamma kira olmasligi mumkin. Lekin maktab bu shunday dargohki, insonni yoshlikda shakllantirib, uni olgan bilimlari, ilmlari shakllantiradigan bular albatta ustozlar. Shu uchun maktabga shaxsan meni alohida e'tiborim, men o'zim o'qigan maktab men uchun juda ham qadrdon. Hatto doim borganimda mana shu
o'zim o'qigan sinflar, o'zim o'qigan partani ko'rib o'sha yoqqa borib juda yaxshi xotiralar hamda minnatdorlik bildiramanki, chunki maktab tizimini biz mana bugungi kunda isloh qilyapmiz. Maktab tizimi qanchalik darajada bir rivojlansa, oliy ta'lim hamda malakali kadrlar shu yerdan keladi. Biz shu uchun ham muhtaram prezidentimizning kimyo, biologiya, axborot texnologiyalari, matematika, ingliz tili, xorijiy til kabi yo'nalishlarda alohida qarorlari chiqqan. Ushbu qarorlarga mos ravishda biz oliy ta'lim muassasasi mana shu o'zi o'qigan maktabga har bir professor o'qituvchini biriktirganmiz. U yerda shu ma'naviy ma'rifiy tadbirlar bo'ladimi, uch avlod uchrashuvlari bo'ladimi, yoshlar bilan bo'lgan motivatsion yig'ilishlarda albatta buni birinchi navbatda o'zi o'qigan maktabdan boshlash kerakligini biz har bir o'qituvchiga buni vazifa qilib berganmiz. Shu bilan birgalikda demak mana shu maktablarda o'qigan yoshlarimiz olimpiada, mana yuqorida sanagan 4 ta 5 ta yo'nalishdagi fanlardan olimpiada o'tkaziladi Buxoro davlat universitetida. Bu hamma universitetlarda emas, davlat universitetlarida qarorga ko'ra. Demak, o'sha olimpiada g'oliblari oliy ta'lim tizimiga bepul demak o'qishga qabul qilinadi, imtihonsiz. Bu o'sha ximiya, fizika, biologiya mana yo'nalishlaridagi axborot texnologiyalarining ilk birinchi yilida deymiz. Bular birinchi, ikkinchi, uchinchi o'rin olganlar har yili mana universitetni tanlaydi, ular imtihonsiz talaba bo'ladi. Bu ham o'sha oliy ta'lim bilan maktab o'rtasidagi bitta integratsiyani bir belgilab beradi. Bu juda yaxshi mexanizm. Albatta biz bu borada e'tibor qaratayotganimiz o'sha mana maktab ta'limida man yuqorida ham aytib o'tdim, o'qituvchilarimizni nufuzi, o'qituvchilarimizni mavqeini muhtaram prezidentimiz o'z joyiga qo'yib berdilar. Bugungi kunda agarda yoshlarimiz orasida kim bo'lmoqchisan degan savol berganda, albatta ular orasidan o'qituvchi bo'laman, o'sha domla bo'laman, muallim bo'laman deganlar yana qayta soni ko'payapti. Bir ora bular qiyin davrda bundan uzoqda edik, lekin mana shu oxirgi yillardagi amalga oshirilgan islohotlar buni ko'rsatib beryapti. Chunki bugungi kunda o'qituvchi bu o'sha murabbiy, ustozlar, ziyo tarqatuvchi, ular xalqimizni eng katta boyligi bo'lmish yoshlarimizni ta'lim tarbiyasi bilan mas'ul kishi ekanligi, ularning yana moddiy jihatdan mana ko'radigan bo'lsak agar, o'sha oylik maoshini yuqori darajada belgilanishi albatta bu juda katta yoshlarimiz orasida ham mana shu o'qituvchilik kasbini olishga harakat qilyapti. Maktablarimiz albatta biz rejalashtiryapmiz. Mana shu akademik moliya mustaqil sifatida ham xususiy maktablar, davlat maktablari bilan ham doimiy aloqalarni amalga oshirib, kelgusida mana shu bir universitetda ham bir alohida bir maktabi, iqtidorlilar maktabini amalga oshirish bo'yicha rejalarimiz ham bor o'sha loyihada. Albatta buni amalga oshirsak, o'ylaymanki, bu maktab o'quvchilarini yana bilim darajasi, oliy ta'limga kirish darajasi ham keskin o'zgaradi. Endi Buxoro aytganimizdek, mana birinchi yillardan beri maktab bitiruvchilarimiz respublikamizda yetakchilar safida, ya'ni o'sha to'plangan ballari nisbatan oladigan bo'lsak ham buxorolik yoshlar bugungi kunda eng yuqori natijalarga erishyapti. Bu ham mana shunda shu yerda olib borayotgan maktab ta'limi, maktabgacha ta'lim, oliy ta'lim integratsiyalarini bir yaqqol natijasi deb bilamiz. Chunki maktab bolalarini ham biz tayyorlagan o'qituvchilarga ta'lim beradi. Maktab o'quvchilarimiz esa ertaga kelib bizda tahsil oladi. O'sha akademik liseylar, kasb-hunar kollejlari bu borada qanday ishlar? Albatta bu tizim bugungi kunda o'zini natijasini beryapti. Muhtaram prezidentimiz mana shu kasb-hunar yo'nalishida ham texnikumlarni biriktirib berildi. Albatta bugungi kunda ushbu texnikumlar o'sha Pearson dasturi asosida, xorijiy dasturlar asosida bugungi kunda kadrlar tayyorlanish mana shu Buxoro birinchi politexnikumida amalga oshiriladi. Bu ushbu politexnikum esa Buxoro davlat universitetiga biriktirilgan bizni qoshimizda. Albatta biz ularga xorijiy tillarni o'qitish, ularda ta'lim jarayonlarini maqbullashtirish hamda integratsiya, u yerdagi o'quvchilarni kelgusida
o'sha muvaffaqiyatli o'qiganlarni universitetga ikkinchi kursdan qabul qilish mexanizmlari amalga oshirilgan. Bu borada biz har yili 150-200 ga yaqin o'sha o'rta maxsusdagi kasb-hunar kolleji bitiruvchilarini suhbat asosida demak talaba qilib olish mexanizmi yaratilgan. Bu o'zini natijasini beryapti. O'z navbatida mana shu o'rta bo'g'in mutaxassislarga bo'lgan ehtiyoj bugungi kunda juda katta. Shu uchun ham zamonaviy kasblarni, zamonaviy o'sha hunarlarni egallaydigan yangi yo'nalishdagi kasb-hunar kollejlari bilan, politexnikumlar bilan aloqalarni bugungi kunda biz juda kuchaytirganmiz. Buxoro davlat universitetining Qorako'lda akademik litseyimiz mavjud. Ushbu akademik litsey ustoz To'xtamurod Jumayev tomonidan tashkil qilinib, shu El-yurt hurmati ordeni, buyuk xizmatlari uchun ordeni sazovori maktabi yaratilgan. Ushbu yo'nalishda albatta barcha shu respublikamizning turli chekka viloyatlaridan juda ko'p o'quvchilar tanlov asosida test topshirib, demak ushbu akademik litseyimizni o'quvchisi bo'ladi hamda ularni bitiruvchilari bu yilgi ko'rsatkichi 100% oliy ta'limga kirdi. Eng quvonarlisi 95% o'quvchilarimiz esa davlat granti asosida o'qishga kirdi. Atigi 5% mana shu kontrakt asosida. Yana bu yoshlarni agar mana gaplashsangiz, ularni ko'zlari chaqnaydi. Hattoki agarda kontraktga kirdim desa, ular uchun bu quvonchli xabar emas. Kontraktga bo'lsa, yo'q, men harakat qilishim kerak edi. Davlat grantiga kirishi ularga bir natija, odatiy hol. Shu uchun mana shu natijalar ham bu yil 95% ni tashkil qilganligi bu ayni bir quvonarli. Endi ular kelgusida oliy ta'limga kirib, oliy ta'limdan keyingi bosqichda ham integratsiyani amalga oshirishimiz kerak. Chunki bunaqangi iqtidorli yoshlarni biz yangi ishlash mexanizmini yaratib berishimiz kerak. Ular bilan alohida mana biz oliy ta'limda ham alohida ishlayapmiz. Maktabdan olimpiada g'oliblarini alohida bir klub qilganmiz. Doimiy mana Turkmanistonda bo'ladigan, Qozog'iston, Qirg'izistonda, Rossiya Federatsiyasida hamda uzoq xorij davlatlarida bo'ladigan olimpiadalarda bugungi kunda talabalarimiz ishtirok etyapti. Mana biz oldimizda turibdi xorijiy til bo'yicha Iordaniyada bo'lib o'tadigan olimpiadada biz yoshlarimiz mana juda jamoamiz tayyorgarlik ko'ryapti. O'ylaymanki, ular ham bir yaxshi bir natijalar bilan bizni quvontirishadi. 100% dek natija deyapsiz. Umuman viloyatda biz bilamiz, ko'rsatkich doim shunday bir yuqori bo'ladi. Buni siri nimada? O'shani boshqa viloyatlarga ham bir ayting, o'rganaylik demoqchiman. Albatta, endi buni asosiy siri men o'ylaymanki, u yerdagi ustozlarning fidoyiligida hamda baribir ham yoshlarimizni qiziquvchanligida. Bu yoshlar hech qachon majburan olib kelinmagan. Mana agarda imkon bo'lsa, borganda gaplashib ko'rasizlar, ushbu yoshlarimiz bilan ham respublika chekka hududlaridan ularni o'ziga xos mana shu To'xtamurod Jumayev tomonidan yaratilgan Qorako'lcha o'sha o'qitish metodikasi bor. Bular katta sir emas. Bugungi kunda albatta yoshlarimiz ota-onalari juda ko'p harakat qilishadi. Farzandini yaxshi ilm bilim olishda, lekin u farzandini yo'naltiriladigan ustozlardagi o'ylaymanki munosabat, muomala hamda ularni o'sha o'quv tilida aytadigan bo'lsa metodikasida, ya'ni uslubida. Bu ham o'quvchilar o'rtasida u yerda juda katta raqobat. Agarda bir kun bitta darsdan o'zlashtirish past bo'ladigan bo'lsa, ular reytingi amalga oshmay qoladi. Qachonki hafta oxirida, hafta boshida qilinadigan maqsadli rejalar bor, maqsadli ko'rsatkichlar bor. Borsangiz gaplashasiz, ular orasidagi asosiy fikrlar albatta shu fanga yo'naltirilgan. Albatta ular sport bilan ham shug'ullanadi, san'at bilan, mana shu vatanparvarlik ruhida tarbiyalanadi. Ko'proq muloqot shunda. Hamkasblaringizga, o'qituvchilarga, o'sha o'zingizda talaba yoshlarga tilaklaringiz bo'lsa. Talaba yoshlarga avvalambor tilagim mana shu oilani, ota-onani, vatanni sevadigan yoshlar bo'lishini. Chunki bunaqangi vatan, bunaqangi har bitta fuqarosini o'ylaydigan vatan yo'q hech qayerda. Men o'ylaymanki, yoshlarimiz qanchalik darajada mana xalqiga, millatiga, mana shu vataniga mehr bersa, u bir necha barobar
o'rta yosh bo'lganda, yoshi keksayganda bu qaytib keladi. Bu o'shanga bir mukofot bo'ladi deb o'ylayman. O'qituvchi, murabbiy degan sharafli kasb bu juda katta mas'uliyatni o'ziga talab qiladi. Men o'ylayman, bu mas'uliyatda hammaga juda katta shijoat, juda katta kuch, qudrat hamda kuch-quvvat tilayman.